Do'stlar, bu qizni kim tanirdi? Videoni oxirigacha ko'ring. Zirapchida o'ynab, o'zini как пацан qilgan qizcha hozirgi kunda hijobda. Hozir hamma ma'lumotlarni o'zidan so'rab bilamiz. Siz qayerdansiz? Men Toshkentlikman, ismim Mashhura. Bu fikr, ya'niki oldingi holatingiz umuman boshqa dunyo, to'g'rimi? Hozir hijobga kirish qayerdan keldi sizga? Qayerdan keldi? Men mana hijobga kirishimdan bir kun oldin dam kunim edi, ishlamasdim, uyda. Bir o'zim telefon tutib yotibman. Potom eski videolarimni ko'rib chiqaman, zarabchadagi videolarimni ham ko'rdimda. Bilmayman qanaqasiga siqildim. İçim g'alati, bo'shliq, ertaga kelajagini ko'ra olmayapman, boshqa siqilib, depressiya bo'ldim ozgina 1-2 soatcha. Keyin kechga o'rtog'im keldi. O'rtog'im bilan kiyimlarni, ya'ni bahorgi yozgi kiyimlarni ajratib o'tirdik. Birdaniga bilmayman, aytdimki, hijobga kirgim kelyapti mana. Kiraymi ekan dedim. Hali aniq qaror bermagandim. O'zi ichingizdan kelyaptimi dedi o'rtog'im, sizlab gapirib. Ichingizdan kelyaptimi? Ha. Juda ichimdan ana hijobga kir degan narsa bo'lyapti, Xudoga qayt degan narsa bo'lyapti, qo'rqyapman men. Ertaga tag'in bu birdaniga o'zgarib, o'g'il bola tushirgan odam, o'g'il bola g'irt o'g'il bola bo'lgan qiz, birdaniga qanaqa hijobga kirishi mumkin, qo'rqyapman. Yuragingizni eshiting dedi o'rtog'im. Potom keyin bo'ldi dedim, shunday qaror qildim. Kiraman hijobga bo'ldi dedimda, potom TikTok'imda 1000 tadan oshiq videolarim bor edi. Instagramda 300 tadan oshiq video, rasmlar, postlar hammasini erimni ertalabgacha o'chirib chiqdim. Ertasi kuni hayitga o'zimga o'zim podarka qildim. Hozir mana sizga o'xshab shu hijobni o'rayman degan ayollar bor, qizlar bor. Lekin qo'rqib turibdi, shularga nima degan bo'lardingiz? Bu sabr qilish kerak. Xudoning o'zi, Alloh yaratgan, Allohning o'zi shunday diliga solib qo'yadi. Men misol o'rashdan oldin aytganman, men loyiq emasman deb o'ylaganman, yo'q. Allohning o'zi buyursa, hech narsa emas ekan. Potom agar o'ragan taqdirda ham oxirigacha ketish kerak. Xudo xolasa duo qilishsin. Oxirigacha men shunday hijobda davom etaman. Huzur, halovatni sezdingizmi? Ancha. Sakinat bor, to'g'rimi? Sakinlik bor, men yuragim tinch, halovat topdim-da. Hozir mana siz hijobga deysiz, to'g'rimi? Sizni ishxonangiz mana shu narsaga qarshi emasmi? Yo'q. Men hozirda Moskva shahrida Amix.uz kompaniyasida ishlayapman. Hech qanaqa qarshilik bo'lmadi. O'zi birinchi kelganimda g'irt o'g'il bolacha, patsanka bo'lib keldim-da. Keyin bir kun hijobda shunday keldim. Ishxonamdagi boshliqlar ham, hamkasblar ham hayron. "Voy" deydi. Shok bilan tanishmadi o'zi. Yaxshi qarashdi, yaxshi qabul qilishdi, xursand bo'lishdi. Siz ishlaydigan kompaniya nima ish qiladi? Biz yangi kelgan musofirlar, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistondan kelgan musofirlarimiz uchun yordam beramiz. Ya'ni qanaqa biometriya, gosusluga, SNIS va sim karta ololmayotgan do'stlar, hamyurtlarimizga, musofirlarimizga yordam beramiz. Eshitishim bo'yicha 1 yil oldin bu narsa qiyin bo'lgan, hozir hammasi bir orada. Ya'ni biometriya, gosusluga, SNIS, Tinkoff karta va sim karta. Aka-ukalar, reklama qolmasin. Agarda kimda kim yangi kelgan bo'lsa, shu muammolar qiynaladigan bo'lsa, kommentariyadagi adres hamda telefon nomeriga kelib ishingizni bajarsangiz bo'ladi. Endi sizni ko'rib turgan ba'zi bir negativ yozadiganlarga nima degan bo'lardingiz? Alloh endi shu negativ yozayotganlarga, jamiki hammaga iymon, insof bersin, iymonimizni mustahkam qilsin. Shu videoni hijobga kirmoqchi bo'lganlarga, Xudoning yo'liga qaytaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Sizlardan yaxshi izohni kommentariyada kutib qolamiz. Shu qizni oldingi qo'ygan videolari uchun kechiringlar. Xudoning yo'liga qaytdi mana.